Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videomizda hozirgi kunda dolzarb mavzuga aylanib borayotgan kitob o'qish va kitobni qanday qilib eslab qolish, tanlash haqida gaplashamiz. Hammamiz bilamizki, ko'p kitob o'qish insonni fikrlashini, dunyoqarashini, nutqini rivojlantirish bilan birgalikda imkoniyatlar eshigini ham ochadi. Endi hammamizga qiziq bo'lgan joyi, qanday qilib kitob o'qishni odat tusiga aylantirsak bo'ladi. O'zimdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, tongda 25 minut, yotishdan oldin 25 minut kitob o'qishni odat qilganman va bu odat menda 2 yildan beri ishlab kelmoqda. Kitob tanlash haqida ham tavsiya berib o'tadigan bo'lsam, kitob tanlash o'zi holatga qarab tanlanadi. Misol uchun deylik, o'quvchi bo'ladigan bo'lsak, yaxshiroq o'rganish haqida kitob tanlaganimiz ma'qulroq. Ishchi bo'ladigan bo'lsa, yaxshiroq ishlash haqida kitob tanlaganimiz ma'qulroq. Biznes qurayotgan bo'lsak, biznesni qanday qilib rivojlantirish haqida kitob tanlaganimiz ma'qulroq. Mana kitob o'qishni ham odat qilib oldik. Endi o'qigan kitoblarimizni qanday qilib eslab qolsak bo'ladi. Kitob o'qishda ikkita usulda yondashaman men o'zim. O'qigan kitoblarimni daftarga yozib olaman yoki yaqinlarimizga aytib berish orqali yana ham miyamizga singdirishimiz mumkin. Keltirilgan ma'lumotlardan foydalanib, kitob o'qishni odat tusiga aylantirsangiz bo'ladi.